7 uxlab tushingizga kirmaydigan Nepal urf-odatlari. Bu 2 ayol bitta erkakka turmushga chiqqan. Oddiy somonli kulba yordamida u 2 go'zal ayolga uylanishga muvaffaq bo'lgan. Bugun Nepalda eng muhim bayram kunlaridan biri va ularga bo'lgan muhabbatini ifoda etmoqda. U guruch donalarini suvga botirib, har bir xotinining peshonasiga ohista bosadi. Bu qadimiy mahalliy an'ana. Aytilishicha, peshonaga qancha ko'p guruch donasi yopishsa, hayotlari shuncha shirin bo'ladi. So'ngra u ikkala xotinining boshiga bosh kiyim kiydiradi. Oddiy, ammo mazmunli marosim bu Nepalda muhabbat timsoli hisoblanadi. Nepalda ko'p xotinlilik oilalari anchagina uchraydi. Erkak kuchi yetguncha bir nechta xotin olishi mumkin. Shunga qaramay, ularning bitta eri bo'lishiga qaramasdan, bu 2 ayol biri bilan yaxshi chiqishadi. Erkak ishga ketgach, ayollar uyda qolishadi va uni kutishadi. Ularning uyi shoh shabbalardan qurilgan, oddiy bir pana joy, ovqat esa qichitqi o'tdan tayyorlangan oddiy bo'tqa. Asosiy taom esa quyuq makkajo'xori bo'tqasi bo'lib, uni kerakli quyuqlikka kelguncha aralashtirishadi. Hayot bu yerda og'ir, ammo tashqi bosim yo'q va bu uchala odam o'zlarining oddiy baxtidan mamnun.